Erni aldab ishdaman deb boshqa yerdan kelganlarga nima deysiz? Bunaqangi ayollarga meni hech qanaqangi gapim yo'q. O'sha aldoqchi ayollarni aldoqchi bo'lishligiga sabab bo'lgan erkaklarga gapim meni. Rashk qilishlik kerak ayolni. Ishlatmaslik kerak. U ishlashlikka majbur emas u. Uyga pul olib kirishlikka majbur emas u. Uni ta'minoti erini qo'lida. Bollarining ta'minoti ham erini qo'lida. Agar bir ayol bir eridan ajrashgan bo'lsa-yu, bitta farzandi bo'lsin, ikkita farzandi bo'lsin, boshqa bir erga tekkan bo'lsa ham, uni o'sha o'zi bilan olib kelgan farzandlarini ta'minoti ham o'sha tekkan erini bo'ynida bo'ladi. Ayol kishi ishlashlikka, pul topishlikka majbur emas, oila tebratishlikka majbur emas. Aldandingizmi? Ana. Aldaydi-da u. To'g'risini aytganda bunaqangi erkakni